Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Bog'ot avtomarket abonachilari. 25 oktyabr 2025 yil. Xudo xolosa bugun sizlarga Bog'ot avtomarketda turgan mashinalarni bir qator video obzoratib, chiroyli narxlarda qo'yib beraman. Do'stlar, qaranglar. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, Bog'ot avtomarketga kelsangizlar mashinalaringizni sotib beramiz. Xullas, bunday xizmatlarimiz ham bor kelasizlar. Mashinalaringizni shuna qo'yib sotib berishlarimiz mumkin. Ya bo'lmasa o'zlarimiz sotib ham olaveramiz, naqd pullarni sanab gashtirib bersangizlar. Bu narsalar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastdagi telefon nomerlar bilan bog'lanib, Bog'ot avtomarketga murojaat etsangizlar bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bizda naqd pul, avtokredit, barcha asosida mashina sotiladi. Dogovor yo'q. Endi masalan, ozgina pulda 1,5 oy turish mumkin. Masalan, 150 millionlik mashina oldingizlar, 100 million so'm, 100 million so'm bersangizlar, qolganida bir oy 20 shunday dursak bo'ladi. Atak undan ko'p emas. Xo'p. Manzilni tushuntiraman. Hozir Urganch katta yo'li, biz zdaniya Bog'otni gayzi, shuning yon boshida joylashgan Urtex Optum gilamlarining oldinda bo'ladi. Xo'p, qaranglar do'stlar, yana bir narsa esataman. Hurmatli boshqa viloyatdagi yurtdoshlarimiz, bizda Xorazmda, sizlar boshqa viloyatda bo'lsangizlar, bizdan avtokreditda mashina olib bilmaysizlar. Shuni oldindan eslatib turibman. Ko'pchilik viloyatdagi yurtdoshlarimiz telefon uradi. 5 million bilan, 10 million bilan mashina qo'yadigan bo'lsak, mana chiqarib ber deb. Bu bankga bog'liq, banklar chiqarib bermaydi. Shuning uchun naqd pul olacak bo'lsangiz, telefonim bor. Bo'lmasa telefon o'tiralaringizning ma'nosi yo'q. Xo'p do'stlar, video obzorini shu tarafdan boshlaymiz. Birinchi mashinamiz Tracker 2024. Mashina 4000 km yurgan, kraska yo'q, родной, primer varianti. Birinchi nomerlar olingan, LWSovkalar almashgan, paroklar qo'yilgan, plus metan gazlar ham ustanovka etilgan mashina. Paket ishlari gitmagan, akkuratni, top-toza narsa. Xo'p, bahosi 240 million, avtokreditda 72 million bilan chiqarib beramiz. Kecha xarajatlar Denial Electro 5 million 400 dan 5 yil. Xo'p, benda Captiva'ni zo'rini olamandalar uchun 2018 yil S7 mashinaning kraskasi родной, 65 ming probegda, 65 likdan propan gaz ustanovka etilgan, yumshoq balonlari qo'yilgan. Adden e'tibor etinglar, kapotini umuman tosh atmagan. Do'stlar, mashina polirovka ham bo'lgan emas, keramika ham bo'lgan emas. 2-3 kanda bu mashinani ko'rgan vaqtim bir yozib berdi. Kapotunda tosh yo'q, tosh atmagan desam, demak polirovka etilgan bo'lish. Do'stlar, kapotdagi toshni endi bilgan odam biladi, polirovka bilan getirib bo'lmaydi. Shuni yo'llardan chiqarmanglar. Xo'p. Bahosi 245 million so'm pul bo'lsa beriladi. Mashinaga kelsangizlar, o'zlaringiz bir sotsiyasini ko'rib, zo'r mashinaligini bilsangizlar bo'ladi. Xo'p, 245 million so'm bahosi, avtokreditda 70 million bilan chiqarib beramiz. Bu yon tarafda Gentra mexanika 2023 yil. Mashina kraskasi родной, 2000 km yurgan, tekshirtirib olsangizlar bo'ladi. Birinchi nomerlari bor, metan gaz ustanovka etilgan, yumshoq balonlari qo'yilgan. Oyoq tina polik tashlangan, ABS'lari bor. Motiv holatda turibdi. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 162 million so'm pul bo'lsa beramiz, naqd bo'lsa. Avtokredit asosida olaman desangizlar, mashinamizni boshlang'ich. Xo'p, boshlang'ich bir 38 million so'mlar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4 milliondan 5 yil. Bu yerda avtomat korobkasi 2023 yil, ABS tormoz, bokoy knopka, lyuklari bor, full variantda. 4 dona archa balon qo'yilgan, pokoleniya metan gaz ustanovka etilgan. Mashina 50 ming yurib turibdi. Kraskasini qaraydigan bo'lsak, eshikni moldingni pasida kraskasi bor. Balanddan yo'q, bu yerdan yo'q, bu yerlardan yo'q. Kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi. O'tirasida faralardan qilgan. Tayyor narsa. Xo'p, bahosi 178 million so'm. Avtokreditda boshlang'ich 35 million so'm to'lov bilan chiqarib bersak bo'ladi. Oylik to'lovlar 4 million
600'den 5 yıla çıkar. Xo'p, bunda 2022 yıl 8000 kilometre yürüyen variantı. Bam full Luke, bokovoy knopka, aviaziya mojlari bor. 4-pokoleniya metan, 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Oyoq tiyinlar polik tashalgan, monitor qo'yilgan. Probeklarni tekshirtirib olsangizlar bo'ladi. Yana do'stlar. Bahası 180 milyon so'm, 8000 probekda turibdi mana shu tekshirtirib olaverasizlar. Kraskasi родной. Xo'p, bunda shot spravka Cobalt Midnight 2025, bahası 167 milyon so'm. 44 kilometre yürüyen ekan. Avtokreditda boshlang'ich 40 millionlar bilan chiqarib bersak bo'ladi. Elektronlar 4 million 200 dan 5 yil chiqadi. Xo'p, bunda Cobalt avtomat korobka style variant 2024. Mashinamiz 27 ming yurgan, kraskasi родной, metan gazlari bor, yumshoq balonlari qo'yilgan, elde laboy bilan yonbosh aynalardan son sazlashda urilib turibdi. Salon holati oyoq tiyinlar polik, qismdan chexollar yezilgan, Malibu 2 barni originali, Malibu 2 rolni ham originali qo'yilgan. Monitor, torpeda chexol mojlari bor. Beso'rani zaryadchiklari ishlaydi. Rollarni knopkalari ulangan, tayyor narsa. Xo'p, bahasi naqd pul bo'lsa 160 million so'm beramiz. Avtokreditda 34 million so'm bilan chiqadi. Ko'cha xarajati отдельный. Elektronov 4 million 100 dan 5 yil. Xo'p, bu tarafda 157 milyon so'm pula 2024 yıl 13.000 kilometre yürüyen variantı bu style variant. Kraskasi родной, metan gazlari bor. Elde laboyna son sazlashda urilgan, yonbosh aynalarda tonirovka urilib turibdi, ruxsatnomasi bor. Rollara knopkalar qo'yilgan, oyoq tiyinlar polik tashalgan, bahasi aytib o'tdim 157 million naqd pul bo'lsa beramiz. Avtokreditda mashinamizning boshlang'ich 32 milyon so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4 million 100 dan 5 yil chiqadi. Xo'p. Cobalt mexanik 2020 yıl mashin 46.000 kilometre yürüyen, kraskasi 100% родной. Klapalara külüç değmegen, metan gazları bor, yumshoq balonlar o'rnatilgan. 46.205 kilometre. Roll, torpeda, skors, richek, hammalari motiv holatda. Bahası 135 milyon so'm. Avtokreditda plus minus bir 40 milyonlar atrofı chiqadi, oylik to'lovi 3 millionga yaqin chiqadi. Почти 40 milyon so'm bilan boshlang'ich to'lovi 3 millionlarda oylik to'lovi. Tan narxi 135 milyon. Xo'p, Gentra mexanik 2023 4000 probek, kraska родной, yumshoq balon, avtomatli diskalari, 908 original Magicar pult, metan, hamma o'zlari bor, tayyor narsa. Bahasi 162 milyon. Avtokreditda boshlang'ich 37 milyon so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 4 milliondan 5 yil chiqadi. Xo'p, bunda 2023 yıl egalardan sotib berilgan avtomat korobka Gentramiz bezlik varianti, yumshoq balonlari qo'yilgan, Magicar pultlari bor, pokoleniya propallari bor. Mashinamizning bahosini 165 milyon so'm bo'lsa beraman deb turibdi egalari. Gelsangizlar, egalarni chaqirib beramiz, ustunda savdolashaverasizlar. Avtokreditda 28 milyon so'm bilan chiqadi. 4 million 400 oylik to'lov. Xo'p, bunda 150 milyon so'm 2023 yıl 10.000 kilometre yürüyen mexanika Gentra, metan gaz, yumshoq balonlari bor, kraskasi родной, probekini tekshirtirib olasizlar. Avtokreditda boshlang'ich 25 millionlar bilan chiqarib beramiz, oylik to'lovlar 4 milliondan chiqadi. Xo'p, bunda avtomat korobka Gentra bam bezlik variant 2023 50 ming yurgan, kraskasi родной, amerikan koptera fara, yumshoq balon. İşler ham taxlanib turibdi, Malibu 2 barlari bor. Monitorlari qo'yilgan, bahosini 160 milyon so'm bo'lsa beramiz. Avtokreditda 23 milyon bilan chiqadi. Ko'cha xarajati отдельный 8 milyon so'm ketadi.
Aylık to'lov 4.400.000 dan chiqadi. Hamma mashina barter bor. Nechik mashin bo'lishi kerak? Jim mashin bo'lishi kerak do'stlar. Largus, ani mashinalar barter yo'q. Sen Sparkmi? Bor, Nexia 2, Nexia 1, Nexia 3, Gentra Cobalt shunday mashinalarmi? Bor barter. Equinox mali bo'ladimi? Undan bor ikkilasida biz sizlar pullarni beramiz, masalan, Cobalt jakozlar. Xo'p, Cobalt avtomat korobka Midnight 2025. Mashin 7000 probeg yurgan, kraskasi Radnoy, birinchi nomerlari olingan, metanga ustunovka etilgan, Nemaxdan 4 dona yumshoq balon qo'yilgan. Oyoq kiyimlar polik tashilgan, 7400 km yuribdi. Tekshirtirib olasizlar. Bahosini naqd pul bo'lsa 166 million so'm beramiz. Avtokredit mashinamizni boshlang'ich 35 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4.200 dan chiqadi. Xo'p, bu tarafda 164 million so'm. Shuning 8000 km yurgan varianti. Birinchi nomeri bor. Metan gazda ustunovka etilgan. Bahosini aytib o'tdim, 164 million so'm. Avtokreditda bu mashinamizni 33 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 1 xil 4.200 dan chiqadi. Xo'p, benda 2024-yil Cobalt avtomat mashin 11000 yurgan, kraskasi Radnoy, metan gazlari bor, birinchi nomerlari olingan, bahosi 157 million bo'lsa beramiz. Do'stlar, avtokreditda boshlang'ich 32 million bilan, oylik to'lov 4.100 dan. Xo'p, Lacetti Bro 8 2011-yil mashin 120 km yurgan, kraskasi Radnoy, chista ikkinchi pozitsiya, metan gazlari bor, yumshoq balon, обычный ikkinchi pozitsiyaning diskalarida. Shu mashinaning ishlarini ko'rsam bir. Motor hadoviy hech yerlarida ishlar yo'q, sostenasi вообще zo'r turibdi. Kraskasi yo'q, lekin kolinkaning zanglari ishlangan. Endi uni masalan detallab aytib qo'ymaydi-ku bu. Bahosi 87 million so'm. Do'stlar. Xo'p, benda 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt mexanik mashinamizning kraskasi Radnoy, metan gaz, yumshoq balon, chexol polik hamma bor. Bahosi 124 million kelishiladi. Tayyor narsa. Bu tarafda 19-yil 85 ming yurgan, bir dona krelosida kraskasi bor, metan gaz, yumshoq balon, chexol polik bor, hamma o'zi bor. Bahosi 112 million so'm pul bo'lsa beramiz. Xo'p, Nexia 3 mexanik 2018 140 ming yurgan, metan gaz, yumshoq balonlari bor, tayyor narsa, kraskasi Radnoy. Mashinamizning narxi 90 million so'm. Bu yerda Egeradan kelgan 2019-yil mashinamiz 160 ming yurgan, Radnoy narsa, metallari bor, balonlari qo'yilgan, chexol polik hamma o'zlari bor, tayyor narsa. Mashinaning narxini egasi 100 million so'mdek qo'yibdi. 100 million so'mga tushirdi. Bir plus minus 97-98 lar bersa kerak. Kelsangizlar o'zlaringiz savdolashib olasizlar. Xo'p, benda kreditin davom etishi Nexia 3 mexanik 2020-yil mashin 100 mingdan oshgan probegi, metan gazlari va yumshoq balon diskalari qo'yilgan. Xo'p, kraskasi eshik bilan krelosida bor. Salon holatlari chotki. Xo'p, bu mashinani qaranglar do'stlar. Boshlang'ich 7 million so'm pul bilan olib ketsangizlar bo'ladi. Oylik to'lov 3,5 million so'mdan chiqib turibdi. 5 yillik avtokreditda chiqqan. Olingandan ko'p bo'lmagan, mana 4-5 oy bo'lgan. Oldin kreditda chiqmaydi, biratlar uchun yaxshi variant. Sabab mashinamizning sostenasi zo'r. Xo'p, benda Tikolarimiz 2001-yil 80 ming yurgan 20 million. Ben tarafta 99-yil 20 million. Baxsam geçdagi men görmedim. Adını indirib beraman sizlarga. Bahosini shuning uchun bilinman do'stlar. Xo'p, benda Hyundai Star X 2015-yil atmosferli benzin motor, zavodskoy benzin motor tashalmagan, 2.4lik 175 ot gücü, mashina 280 ming yurgan, kraskasi mayda chuyda bor, kelib ko'rib asosda bo'ladi. 65likdan 2 dona propan gaz qo'yilgan, shu bilan 800 km yuriydi. Endi yumshoq balonmi yo'qmi bilmadim mana to'g'risi. Salon holatlari, laminatsiya ishlatilgan, monitorlari qo'yilgan.
Salonun içi addenini istediğinler park gələdiyini görsəyiz abaladı. Xalasan zamanı addenini park gələ verəslər. 2.4 zavodskoy benzinini tapış qiyin ekan. Buni egalar shuni dedi. Maşında bunlardan bir qo'yib qo'yardim. Dum ko'pchilik odam qiziqib turibdi. Shundan men ham bir ko'rsataman. Xo'p, bahası 215 milyon so'm. 2015-yil Hyundai Star X 280 ming probeg, propanda. Naqd pul, avtokredit, barter bor. Avtokreditda plus minus 80-85 millionlar bilan chiqarib beramiz. Faqat Xorazm viloyatidan chiqadi. Barter ham Larguslara yo'q do'stlar. Ko'pchilik odam Largusda telefurdi. Larguslara yo'q. Cobalt ekkanlar bor, Nexus 3 bor, Spark bor, xullas ishadron shunday mashinalar bor. Rasakatning boshqa mashinalara, o'zini o'xshagan mashinalara barter yo'q. Xo'p, qiziqqanlar, mashinamizdan Bog'ot avtomarketda sotuvda. Xullas do'stlar, Bog'ot avtomarketi shu mashinalar orasidan qaysi bir ma'qul bo'lsa, murojaat etib kelsangiz bo'ladi. Manzil Bog'ot Center Gayning yonboshida. Mashinalarni xudo xolasa aytilgan narxlardan ham zo'r narxlarda yashirib beramiz.